Qirg'iziston Respublikasi Bishkek Do'rdaydamiz. Asmastır Andijon. Soatiga 3 tonnalik Sfosimes apparatlarimiz ustanobka jarayonlari yakunlandi. Ikkita apparat qo'yilgan, kafilkili, shpagilovka, rotba, nalyunar pol uchun. Apparatlarimiz kattaroq, 1 tonnalikdan ancha katta bo'ladi. Soatiga 3 tonna oladi. 1 tonna yo'mkisimiz, 1 tonna bunkerimiz. Dozatorlar zavodskoy. Ustanobka jarayonlari tugadi. Kompressor chalari bilan shitlari Asmastır Andijon. Shpagilovka uchun o'rnatilgan apparatimiz. Bunisi rodban va kafilkili nalyunar pol uchun o'rnatilgan apparatimiz. Bunda ham shunaqa shitlar, kompressorcha, zavodskoy, dozator pasovkalari bilan. Apparat ancha baland, ulkan. Joylari bemalol akalar uchun juda qulay variant. Soatiga 3 tonna bemalol oladi.